Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar hammalaringiz? Xo'p, qaranglar, kim agar Siyratga kirmoqchi bo'lsa, muzey bor, alohida Siyrat bor. Siyrat bor mana bu yoqda. Hozir men kiryapman, bilet olasizlar. Bilet ana bunaqa o'xshagan bilet. Biletni mana bu yerga sotadi, mana bu yerga sotadi muzeynikini, Siyratni biletini esa ana bu yerga sotadi. Ana odamlar olyapti hozir, ko'rsatay sizlarga. Mana bu yerga sotadi. Kelib bilet sotib olib, keyin vaqti bor, biletning vaqti yozilgan. Masalan, menga hozir ana 4:40 ga hozir men kiraman. Xo'sh, ana shu yerga kezinib biletni sotib olsangizlar agar vaqti bor, keyin kirasizlar. Bu yer qayer desa, hozir men sizlarga joyini ko'rsataman. Joyini ko'rsataman sizlarga. Ana Masjid-i Nabaviy, yaxshilab e'tibor qilinglar. 307-chi ana. Ana. Voy. 307 darvozadan kirib ana. Ana shu joy ana. Ana shu joy. Ana shu 307-chi darvozadan shunday kelib 307 darvozadan bu 307 ni ham ko'rsatayman. حجر اسود بس حجر اسود حجر اسود. Ana qaranglar. Hali yashil gumbaz. Ana yashil gumbaz. Ana orientirni ko'rsat. Shuna to'g'ri kelib, ana 307-chi darvozadan mana shu yerga kirsangizlar, mana shu yoqqa kirsangizlar, ana shu joy, ana shunaqa yozuv bor. Ana shu joy. Shundan kelasizlar, kelayotgan paytda xo'p, chap tarafda Siyrat. Kirganlaringizda yig'lab chiqasizlar. 100% men garantiya beraman. Payg'ambar alayhisolamning davrlarida o'sha paytga tushib Alloh. Keyin bu yoq muzey mana. Kassasi mana bu yoqda, buni kassasi mana bu yoqda. Mana bunaqa bilet olasizlar. Meni taklifim albatta kiringlar, mazza qilib o'sha davrga tushib yig'lab chiqib ketasizlar.